Subhanalloh do'stlar, yana bir navbatdagi ijodimiz o'z nihoyasiga yetdi. Bitta ko'rib baho berasizlar. Xo'sh, ko'rinish holati, dizayniga baho berib qo'yasizlar. Xo'sh, tanishtirib borgan bo'lsak do'stlar, 16 talik tandirimiz, yoniga rабочий stol savat uchun 100 talik qozonimiz, 1 metrlik mangalimiz hamda nechtalik 30 talik qozonimiz, yoniga ozgina rабочий stol va moyka. Bitta ko'rib baho berib qo'yasizlar. Xo'sh, rasxodlarga kelgan bo'lsak do'stlar, 1200 ta hamda обlisовка g'isht ketdi, hamda 11 kvadrat kafel ketdi. Keyin 400 ta pishgan g'isht. Hamda eshikchalari, komplekt, hamda tandir bitta. Keyin mayda-chuyda narsachalar, lak-pak degandek. Shuna narsalar. Xo'sh, har doimgidek sinov jarayonlari. Qani Jamshidjon, bitta sinab oling. Yerda turgan holatida ham tortyapti. Qanibek tortishlari. Sal tortchi, tort. Shunday holati. Qani bular, Jamshidjon, bunisi qozon. Narigisi. Xo'sh. Tortishlari bunisi ham. Qani mangalimiz. Qani tortishlari. Mangalimiz holati. Bo'ldi, Bekjon. Xo'sh do'stlar, kimga shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa, albatta nomerlarni qo'yib qo'yamiz. Aloqaga chiqasizlar. Xudo xolasa, ochirti bilan sekin borib qilib. Xo'sh, bu ijodimiz Farg'ona viloyati Beshariq tumani Qiyat degan qishloqda bo'ldi. Shuni ko'rinishdi. O'y, patsuska bo'lmaganlar patsuska bo'lib ko'ramiz do'stlar. Qo'llab-quvvatlab turamiz. Xudo xolasa, keyingi ijodlarda qo'yib boramiz. E'tiborlaringiz uchun rahmat. Hammalarga